Assalomu alaykum islomiy mebel obunachilar. Xudo xolasa yana bir high-tech ishimizni hojonaxonga olib kelib o'rnatib berdik. Hojona ishlaringiz ma'qulmi? Ma'qul, juda ma'qul o'g'lim. Nihoyatda chiroyli sifatida. Mana biz ertadan borgandik. Birpasda bizni kutilmasdan 2 soatda kelib mana mebellarni chiroqqa o'rnatib, uyimizni chiroyli qilib mana nima qilib berishdi. Rahmat. Islomjon shogirdlari Habibullaga rahmat, Islomjonga ham rahmat. Tanijoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Ishlariga baraka tilaymiz. Sizlarga mana shunaqa chiroyli mebellarni borib ko'rib xarid qilishlaringizni sizlardan iltimos qilib qolaman. Yashang hojona. Kimga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, kimga shunaqa chiroyli sifatli mebellar kerak bo'lsa, borib telefon nomerim menda ham bor, olaverasiz. Xudo xolasa. O'zbekiston tumanilarga tavsiya qilaman. O'zbekiston tuman O'qchiga olib kelib o'rnatib berdik. Xudo xolasa. Kimga shunaqa mebellar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kerak bo'lsa, borib olib kelishaverasiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, vodiy bo'ylab tekin dastavka. Mana chiroyli. Hojona rozimisiz? Ha, rozi. Masalan, rozi bo'ylar qilgan Bergan pullaringizga rozi bo'lamiz. Rozi bo'lamiz. Xo'p.